Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu kolonnalarimizni qanday qilib chiqaryapsizlar deb ko'pchilik so'rashyapti. Shunga hozir men ustakamizning ish jarayonidan ko'rsataman. Ustakamiz mana bunday tepa pastini yopishtirib olib, bunday skotchlarni yopishtirib olibdi. Hozir boshlayapti, mana surtishdi. Bu yo'llari ham derazalariga oblisovkaga o'xshab, g'ishga o'xshab yopishtirib chiqiladi. Bu yo'llariga ham kolonna, tepalarida plaster bo'ladi. Mana ustakamiz surtishni boshladi. Hozir to'liq surt bo'lgandan keyin skotchini olish jarayonlarini ham qo'yib boramiz.